Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda W210 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamizda 1997-yil ishlab chiqarilgan probegi, kuzovi probegi 456 ming. Motorimizda akalar 5 litrli motor turibdi. Motor probegi 150 ming atrofida. Mashinamizda avtomat korobka, o'zi qimmat narx qo'yib sotmoqchi edim, lekin sizlar foydalaninglar, sizlar maza qilib qaydanglar. Narxini sirasi aytib qo'yaman. $9,999, ya'ni $10,000. O'zi mo'ljal 12 ming edi. Mashina xullas zo'r. Mashinamizda hattoki propan ham bor, subwoofer usilitlarigacha bor. Lagan diskleda turibdi mashinani. Bitta ko'ramiz. Mana qaranglar, turishini, derskiyligini qaranglar. Polniy lagan diskelada turib, juda ham yumshoq mashina hisoblanadi. Endi bu katta motorligi uchun sal podveskasi jo'skiyroq bo'ladi. V8 okalar, qop-qora. Okalar, bunaqasini narxi 15 ming, 16 ming dollar so'raladi. Sababi propani ham bor, usilitllari ham bor. Yana 5 litr motor. Orqa rakursini bitta ko'ramiz. Выхлопной sistemalar juda ham chiroyli. Bagajdan ham zo'r. Mashinamizdan endi sizlar bilan bitta interyerini ko'ramiz. Uni ko'rsanglar bo'ladi. Qoraga qora. Sidenalarimizda matershli sidenya, mashinamizda avtomat korobka, hop 4 ta stiklopodъемникni boshqaradigan rejimlari, bokovoylarni boshqaradigan rejimlar, hop rullarimizda 2-3 ta knopkalari bor, multifunksionalni, hop svetlarni boshqaradigan rejimlar, pioner magnitofon turibdi, pechkalari ham narsasi ishlab turibdi. Mashinamizning hattoki luki ham bor. Okalar, aytolmanu, o'zi 5 litr mo'ljal 12 ming edi. Lekin sizlar maza qilinglar. Narxini atiga $9,999 qo'ydim. Maza qilib foydalanishingiz uchun. Yeshka 5 litr lagan diskelada.